Assalomu alaykum akalar. Bugun Moskvada Yandex Taksida bir kunda qancha ishlasa bo'ladi shu haqida ma'lumot berib boramiz va ko'rsatamiz. Tarif Comfort Plus Yandex Taksi akalar. Mashinamiz Cherry Arizo. Ko'rib turganinglarda akalar, kimga arenda vek qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlarga chiqaverasizlar aloqaga. O'zimiz akalar, xudo xolasa, mashina arendasi 3300 dan akalar. Bugun 22-may, dahotimiz ko'rib turganinglarda 0. Ertalab soat 8 bo'ldi, 15 dakika. Biz esa ish jarayonini boshlaymiz. Birinchi zakaz tugatamiz. 5 daqiqa 783 rubl. 35 daqiqa ikkinchi buyurtmamiz tugatamiz. 1239 rubl. Zakaz tugatamiz. 29 daqiqada tarif Comfort Plus 1900 rubl. Zakaz tugatamiz. 32 daqiqa Krasnogorskiy bulvar 680 rubl pullik yo'l. Shu bilan birgalikda 2629 rubl. Yomon emas. Targoviy Center Aviapark 30 daqiqada 1412 rubl. 35 daqiqada zakaz tugatamiz. 1541 rubl akalar. Aeroport Sheremetyevo terminal 2 ga keldik akalar. 680 rubl pullik yo'l va shu bilan birgalikda 2207 rubl akalar. Zona vyleti terminalsi parosati yo'q, qaranglar tiqilishini. Xullas shunaqa. Zakaz tugatamiz. 2 soat 5 daqiqada aeroport Sheremetyevodan 64 kilometrga keldik. 4597 rubl. Passajir 5000 tashlab ketdi. Alloh barakasini bersin. Nega oldim? Mana 2 soatga promokod qo'shilgan edi. 15 minut qolgan promokod tugashiga oldik. Do'stlar, bugungi ish kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Soat 9 bo'ldi. Ro'parosa chiqqanimizga 10 soat bo'ldi. 12 ta zakaz qilganmiz. 3300 arenda, 2,5 ming o'rtacha benzin, yeb ichganingiz, общий arenda benzin bilan yeb ichganingizga примерно 7000 rubl chiqarib tashlaysiz. Ikkita pulli yo'l zakaz qilganman 680 rubldan 1300 ajratib tashlaymiz. 8300 rasxod. 6 soatlik promokod qo'shganman akalar bugungi hisobda. O'shani hisobiga ham dahot ozroq ko'proq. Allohim xayrli barakatli qilsin. Avvalambor topganimizga. Qani rezultatni ko'raylikchi. Hoppa, 12 ta zakaz 20360. Bu degani 12000 degani chista. Alloh xayrli qilsin. Nima deymiz akalar, shunaqa videolar yana bo'lishini xohlaganlar kommentariyaga albatta like, podpiska, yurakchan qizartirib ketinglar. Biz juda ham xursand bo'lamiz.